Assalomu alaykum. Yana bir marta. Yevropada shunday echkin 3 ta qutb turadi-da. Har bir mahallada, har bir ko'chaning boshida shunday echkin turadi. Germaniyada bankalarni, sindirilgan shishalarni bir joylarda ko'rmaysiz-da. Shu shishalarni, bankalarni jiyib bir oyda bir marta olib kelib, mana shu yerga olib kelib tashlash kerak bo'ladi. Mana birinchi bunkir bu oq shishalar uchun, keyingisi ana malla shishalar uchun, uchinchisi yashil shishalar uchun. Pistaqa bo'ladi-ku yashil. Ashuna echkin. Shunga Yevropaning katta bir plyuslaridan biri, bachchalar ko'chada o'ynab yurganda qo'rqmaysizda, jig'ilib ketsa, shishaga surilib ketsa, oyoqlari tirnalib ketsa deb o'ylamaysiz. Esimda bor, men yoshligimda qishloqda o'ynab yurganimda ko'rmabmanda shishani sanag'i yotgan joyga kech payt, shu kechki paytda yugurib borib sakrabmanda. Oyog'imda shunday katta venalari qirqilib ketib qolganding. Keyin bir azob tatganman. Shunga Yevropada bu yaxshi narsasi, mana katta bir plyusi. Keyingi videoda baklashkalarni qanday sotishni ko'rsataman.